Oxun aka Madaliyevga O'zbekiston xalq artisti degan unvon berilibdi. Bu Madaniyat vazirligi tomonidan berilibdi. Bu quvonchli xabarni eshitib turib, kech bo'lsa-da juda ham xursand bo'ldim. Bu kishini oila a'zolariga chin qalbimdan tabriklayman. Bu Oxun akamni mehnatlari, samaraliroq bu berilgan unvon. Bu degani Oxun akamni nafaqat xalq, balki bizni davlat ham xizmatlarini unutmaydi degani. Shuning uchun ham bu samimiy inson haqida oxiratlari obod bo'lsin, nurdan bo'lsin. Kelajakda farzandlari, nabiralari, zurriyotlaridan duoga yo'la chiqsin. Shunday qilib, to'rt qator ushbu she'rimni Oxun akamga bag'ishladim. So'zlarini tanlab oldim. Yuraklarni ma'yus qilgan, ko'ngildagini so'zlab bergan Oxun akam, Hofiz akam. Roshonalar qurmagan, alvon kiyim kiymagan, muhtojlarga yordam bergan, uylarini qurib bergan Hofiz akam, Oxun akam. Hofiz deya o'ylamadim, odamiyliging o'yladim. Qabring nurga to'lsin, oxirating obod bo'lsin. Kechir meni ranjitgan bo'lsam